31 may 2026 yil yana bitta life hack uzum yetishtiruvchilar uchun. Demak, hammani albatta o'zini uslubi bor. Men shu bitta narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Demak, hozirgi kunda mana bu asosiy bargimiz bo'lsa, asosiy novda kelasi yilga hosil beradigan, berish kerak bo'lgan kurtagimiz va bu yerdan chiqqan bachka, qo'ltiq, shoh, kim qanaqa qilib nomlasa. Buni ham o'z navbatida o'zini albatta kurtaklari bor. Ayrim hamkasblarimiz mana shu bachka shoxni tagidan mana shu yerdan yo yoshligida sindirib tashlashyapti, yoki bo'lmasam kesib tashlayapti. Meni endi o'zimning tajribam shunaqaki, mana e'tibor bersalaring, bitta bargi qolgan, ikkita bargi qolgan. Bu uchinchisi ham bor. O'zi asli bir dona qoldirsangiz ham kifoya qiladi. Nimaga bu ish qilinadi? Mana bu kelasi yilga mo'ljallangan kurtagimiz mana shu paydo bo'lganidan beri toki noyabrda oxiri amal to'xtagunigacha o'ziga kuch, quvvat, kelasi yil hosil uchun barcha kerakli mikroelementlarni jamlab boradi. Endi biz agar mana bu qo'ltiq shoxni, asosiy barg tagidagi qo'ltiq shoxni tagidan sindirib tashlasak, uzum rivojlanishda davom etishda xohlaydigan o'simlik mana shu kurtak bor to'plagan energiyasini yurg'izib qo'ltiq shox chiqarib yuboradi. Qo'ltiq shox chiqargandan keyin mana bu qo'ltiq shoxlar keyin mana tasavvur qiling, bu yo'q, mana shu qo'ltiq shox bo'lib chiqib ketdi. Mana kurtaklari. Bu kurtaklar o'z-o'zidan 1 oymi, 20 kunmi yoki 2 oymi kechroq, mana hozir may bo'lsa, demak 2,5 oy kechroq o'ziga quvvat to'plashni boshlaydi. Mana bu asosiy novdadagi kurtak qo'ltiq shoxni kurtagiga nisbatan 2,5 oy oldin o'ziga ozuqa to'plashni boshlagan. O'z-o'zidan kelasi yilning hosili ham o'shanga yarasha barakotli bo'ladi. Ma'lumot manfaatli bo'lgan bo'lsa, klass belgisini bosib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lib qolinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh.